Video. İşine vazirligidan mı? Evet. Müşteriler çıkar şuraya çıkmasın. Nima bo'ldi? Boshqa joy bor. Kafaga kiramiz. Bo'lishdingiz, gapiring. Ochiq o'ynaylik. Ko'rdingizmi? Nechta qani? O'tkazilayotgan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar doirasida qonunni chetlab o'tish yo'li bilan manfaat ko'rishga urinayotgan ayrim mansabdor shaxslarning noqonuniy xatti-harakatlariga qarshi murosasiz kurash olib borilmoqda. Fuqarolarning ishonchidan foydalanib, xizmat vakolatini shaxsiy manfaat yo'lida suiiste'mol qilayotgan shaxslarga nisbatan navbatdagi tezkor tadbir o'tkazildi. Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti hamda shahar hokimligi compliance xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida 1992-yilda Buxoro viloyatida tug'ilgan Toshkent shahar Shayxontohur tumani yer hisobini yuritish sho'basi mutaxassisi lavozimida ishlovchi fuqaro xaridorga Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi davlatga tegishli bo'lgan bo'sh yer uchastkasiga egalik huquqini rasmiylashtirib berishni va'da qilib, yolg'onlariga chuv tushiradi. Evaziga xaridordan 10 ming AQSh dollar pullarni talab qilgan. Tezkor tadbir davomida firibgar mansabdor shaxs xaridordan 10 ming AQSh dollar pullarni olgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi va ashyoviy dalillar protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan firibgar shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A bandi va 211-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hurmatli fuqarolar, yer maydonlari, ko'chmas mulk va boshqa davlat xizmatlariga oid masalalarni faqat qonuniy tartibda hamda vakolatli davlat organlari orqali rasmiylashtiring. Mansab mavqeidan foydalanib, muammoni noqonuniy yo'l bilan hal qilib berishni va'da qilayotgan shaxslarga ishonmang. Qonun ustuvor bo'lgan jamiyatda korrupsiya va firibgarlikka nisbatan murosasizlik barchamizning fuqarolik burchimizdir. Agarda siz ham shubhali shaxslar yoki ularning faoliyati haqida ma'lumotga ega bo'lsangiz, ekranda ko'rsatilgan telefon raqamlariga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi. Tasavvur to'xtang, tushing. Albatta. Böyle boshqa gapiradigan gapingiz yo'qmi? Nima o'zi bor, polislar? Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbir doirasida Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti va davlat xavfsizlik xizmati xodimlari bilan hamkorlikda Toshkent shahri Yunusobod tumanida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbir natijasida 1993-yilda Farg'ona viloyatida tug'ilgan fuqaro Toshkent viloyat hududida joylashgan 52 sotix yer maydonidagi noturar binoni o'zining davlat kadastr xizmatida ishlovchi vakolatli mansabdor tanishlari orqali turar binoga hujjatlashtirib berishni va'da qilib, xaridor shaxsni aldovlariga ishontiradi hamda shu bino atrofidagi 14 sotix davlatga tegishli bo'lgan yerlarni shu bino hududiga qo'shib kottejlar qurishga ruxsat olib berish evaziga firibgarlik yo'li bilan 5 ming AQSh dollar miqdoridagi pullarni talab qiladi. Firibgar shaxs kelishilgan 5 ming AQSh dollar pullarni olgan vaqtda tezkor tadbir ishtirokchilari tomonidan daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan jinoiy harakatni sodir etgan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hurmatli fuqarolar, har qanday yer, ko'chmas mulk yoki ruxsatnoma bilan bog'liq masalalarni faqat qonuniy tartibda va vakolatli davlat idoralari orqali hal qiling. Turli va'dalar bilan pul talab qilayotgan shaxslarga ishonmang. Shu kabi shubhali holatlarga duch kelsangiz, darhol ichki ishlar organlariga murojaat qiling.